Ushbu darsimizda biz siz bilan yuridik universitetiga kirishda 90% abituriyent qiladigan halokatli xatolarni gaplashamiz. Ha, siz qiladigan halokatli xatolar va ushbu xatolar orqasidan siz yuridik universitet imtihonlaridan yiqilishingiz mumkin va ko'pchilik abituriyentlar bu xatoni bilmasdan surunkali qiladi. Ya'ni har kun shu xatoni qilaveradi. Oxiri shap-shup o'qishdan yiqiladi. O'sha uchun ham bu darsimiz sizga juda ham foydali bo'ladi va qiymatli bo'ladi. Endi darsimizni rejasi bilan tanishtirib o'taman. Birinchi men bilan tanishib o'tishingiz kerak bo'ladi. Meni bilib, kimdan dars olayotganingizni. Ikkinchisi bu xatolar ro'yxati, ya'ni o'sha xatolar va xatolar yechimini beraman va oxirida, darsning oxirida 189 ball olish strategiyasini beraman. Bitta haqiqatni aytib qo'yishim kerak. Mana shu 189 ball olish strategiyasi bilan ko'pchilik o'quvchilarim hozir yuridik universitetida grantda ta'lim olishmoqda. Xo'p, men bilan tanishib o'tamiz. Ibrohimova Firuza Faxriddin qizi bo'laman. Oliy ma'lumotli huquqshunosman. Toshkent davlat yuridik universitetini tugatganman. Super kontrakt emas, haqiqiy kontraktda o'qib, o'z mehnatim bilan o'qishga tayyorlanib, yuridik universitetini tugatganman. Advokatura yo'nalishida faoliyat yuritganman. Advokaturada ishladim, prokuraturada ishladim, sudda ishladim va o'zimni mana shu sohada, sizga ilm berish sohasida topganman. 7 yillik o'qituvchilik tajribam bor. 18-17 yoshlarimdan dars beraman. Nimaga 17 yoshingizdan deydigan bo'lsanglar, abituriyentlik paytimdan litseyga, akademik litseyga tayyorlab boshlaganman. Abituriyentlarni shunaqa qilib, hozir o'sha 7 yildan beri dars berib kelmoqdaman. 500 ta natija qilganman Toshkent davlat yuridik universiteti diplomatiya va HMOQga o'qishga kirishgan o'quvchilarim. Hozir yanada batafsilroq tushuntiraman. 7 yil mobaynida 483 ta o'quvchim Toshkent davlat yuridik universitetida talaba bo'ldi. 218 ta o'quvchim diplomatiyada talaba bo'lgan, 38 tasi huquqdan 30 tadan 30 ta ichgan va 87 ta grant bo'lgan. Bu haqida batafsil Toshkent YouTube kanalida ko'rib olsanglar bo'ladi. Natijalarimizni tashlaganmiz va Telegram kanalimizda ham bor natijalar. Endi bu shaxsiy bunaqa karyera yutug'im bo'ladigan bo'lsa, bu oila yutug'im. Chunki bilaman, siz ham hozir mana shu 17-18 yosh, 16 yosh vaqtimdasiz. Hozir siz ko'rayotgan narsani men ham oldin kimlardandir ko'rganman va shu uchun sizga ozgina hayotiy yutuqlarimni ham qo'yib o'tdim. Hozir 23 yoshdaman va 23 yoshimgacha o'zim 3 marta mashina sovg'a qildim. Birinchisi bu ota-onamga 2024-yilda 21 yosh edim. Ota-onamga Chazor mashinasini sovg'a qilganman. O'zim mehnatim bilan birovdan qarz olmasdan shu ishlab pul yig'ib, keyin o'zimga 2025da Nexia 3 mashinasini sotib oldim. Bundan tashqari Vayoq mashinasini 2025-yilda sovg'a qildim. 3 yilda ketma-ket 3 ta mashina oldim va hozirgi kunda o'zim orzu qilgan, o'zim xohlagan hamma hayotni yashayapman. Bundan tashqari hozirgi kunda eng katta oila, o'zimning oilam, turishga chiqqanman va Toshkent oilasini ham qurdik. Toshkent oilasi hozirgi kunda 1,5 mingta bitta filialning o'zida, umumiy 2000 ta o'quvchi o'qiyapti. Xo'p, bo'ldi, men bilan tanishib oldinglar. Demak, siz hozir shu o'tirgan joyingizdan kamida mendek yurist bo'la olasiz. Kamida mendek professional yurist va mendek orzularingizga erisha olasiz. Endi darsga qaytamiz. Qaranglar abituriyentlar. Ko'pchilik abituriyent adashadigan, ko'pchilik ustozlar sizni aldaydigan narsa bu ko'p kitob o'qi. Sen ko'p kitob o'qi, ko'proq soat shug'ullan, ko'p kitob o'qishing kerak. Baloni yebdi. Ko'p kitob o'qigandan foyda yo'q. Kitobni strategiya bilan o'qish kerak. Agarda siz adabiyot o'qisangiz bu foyda bo'lar sizga, lekin huquq kitobini ko'p o'qiganingizdan foyda yo'q. Huquq kitoblarini, qonunchilikni o'zi DTMga, huquqqa ko'p kitob o'qib emas, to'g'ri strategiyali, tizimli tayyorlanib o'qishga kirsa bo'ladi. Men hamisha aytaman, 100 ta, 1000 ta qonunni yodlagan abituriyentdan qo'rqmaslik kerak. Bitta qonun, Bruce Lee gapi bor-ku, bitta qonunni professional tarzda o'qib tushungan abituriyentdan qo'rqish kerak. Chunki u o'sha boshqa qonunlarni ham shunaqa tushuna oladigan darajada bo'ladi. Demak, strategiyali o'qish va natija bu nima degani? O'zi ko'p kitob o'qish degani nimaga men bo'lmaydi deyapman. Bilasiz, qonunchilik bor, sizga huquqdan, qonunchilikdan savollar tushadi va u qonunlarni hammasini yodlash noto'g'ri. U qonunlarni
tushunmasdan faqat yodlab o'tirish, kitob o'qigandek o'qish noto'g'ri. U qonunlarni keys tushunish kerak. Masalan, bizda mana oldi berdi shartnomasi bor, to'g'rimi? Oldi sotdi shartnomasi. Sotib olasiz nimanidir. Siz yodlagan paytingizda Fuqarolik kodeksidan oldi sotdi shartnomasi ikki tomonlama bo'ladi, yozma bo'ladi, u bu degan narsalarni o'qib o'tirasiz va tushunmaysiz. Lekin sizga oldi sotdi shartnomasi, kel ukajonim, mana buni sen sotib olyapsan, bu oldi sotdi shartnomasi. Bunga sen pul berishing kerak, ikkinchi taraf shu predmetni berishi kerak, obyektni berishi kerak deb tushuntirib, case bilan, kazus bilan, muammoli vaziyat bilan tushuntiradigan bo'lsa, sizni bu kitob, bu modda butun umr yodingizdan chiqmaydi. Tushunyapsiz-a? Demak, huquqda ko'p o'qish emas, tushunib o'qish degan narsaga e'tibor qaratishimiz kerak ekan. Menga siz o'qishga kirishingiz uchun ko'p o'qishingiz emas, balki tizimli o'qishingiz asosiysi deb bilaman va shunaqa o'qishni orqasidan mana Sunnatulloh o'quvchimni o'zi 30 tadan 30 ta huquq yechib, 186 ball bilan yuridik universitetida grantda o'qib kelmoqda. Endi xatolarni ko'rib chiqamiz va keyin ularni har bittasini ichiga to'xtalib va yechim berib o'taman. 90% abituriyentlar qiladigan xatolar. Birinchisi bu tizimsiz tayyorlanish. Ikkinchisi qonunchilikni noto'g'ri o'qish. Test ko'r-ko'rona yodlash, so'nggi 3 oy vaqtga ishonib qolish, raqobatni past baholash, repetitorga to'liq ishonib qolish, mas'uliyatni his qilmaslik va majburiylarga past baho berish. Mana shundan bittasi sizda bor. Mana shu xatolardan bittasi kamida sizda bor, balki 5-6 tasini siz hozir shu xatolarni qilyapsiz va ertaga yuridik universitetidan yiqilasizda, yig'lab o'tirasiz, men shu xatolarni qildim deb. O'sha uchun men sizga hozir har bittasini tushuntiraman va o'rgataman. Birinchisi bu tizimsiz tayyorlanish, ya'ni spetsifikatsiya, strategiya, vaqt, reja. Bu 4 ta narsani tushunmaslik. Qaranglar, tizim deganda nima degani? 35 ta qonunni oldim, chiqartirdim, yodladim. Kitobni oldim, chiqartirdim, yodladim. Bu noto'g'ri. Bizga bilimni va malakalarni baholash agentligi spetsifikatsiya bergan. Ya'ni mavzular, shu mavzu doirasida tushadigan savollar bor. Endi ko'pchilik abituriyent xato qilyapti. Eski 8, yangi 9, eskisi 9 har xil yodlab yotishibdi. Hamma o'z bilganicha yodlayapti, lekin unaqa bo'lmaydi. Nimaga? Spetsifikatsiyaga qarab o'qishimiz kerak. Ya'ni bizda 8, 9, 10, 11-sinf kitoblar bor, to'g'rimi? Kimdir eskini, kimdir yangini yodlayapti. Lekin kitoblar ikkalasini ham yodlash kerak. Faqat spetsifikatsiya bilan bog'liq joyini. Masalan, spetsifikatsiya bilan eski 8 turibdi deylik. Bog'liq joy. Lekin yangi 8 dan ham bir ikkita mavzuga to'xtalingan bo'lishi mumkin. O'sha uchun yodlayotgan, o'qiyotgan paytingizda spetsifikatsiyaga e'tiborli bo'linglar. Ya'ni eski 8 o'qiyapsizmi? Yangi 8 dan ham o'qiydigan, yodlab olishingiz kerak bo'lgan joylari bor. Masalan, yangi 8 ning ichida davlatlar bor, davlat shakllari. Eski 8 da ham bor, bilaman. Lekin yangi 8 ni davlatlardan tushadi. Qaysi davlatlar deganda, o'sha mavzudan tushadi. Bu narsa meni o'zimda ham bo'lgan. Men o'zim o'tgan yil DTM imtihoniga kirib chiqdim va o'sha DTM imtihonida tushgan savollardan bittasi davlat shakllari edi va eng qiziqarlisi eski 8 dan emas, yangi 8-sinf kitobdan tushdi. Tushunyapsizmi? Demak, birinchi xatoingiz sizni faqat eski 8, eski 9, yangi 10, eski 11 deb kitoblarga yopishib qolganingiz. Siz huquqshunos bo'lmoqchisiz, siz analiz qilishni o'rganishingiz kerak. Sizga berilgan spetsifikatsiya bor, tipa bu qonun. O'sha qonunni siz ichiga mana bunaqa nimalar kirishini o'zingiz topib olishingiz kerak. Topa olmasangiz kurslarga yozilib, ustozinglardan so'rab o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu strategiya. Juda ham asosiy narsa. Strategiya deganda siz o'zingizga yo'l qurib olishingiz kerak. Masalan, harakatlar strategiyasi bor, to'g'rimi? Prezidentimiz ishlab chiqardilar 5 yillik. Prezidentimiz tomonidan qabul qilinadigan. O'sha strategiya davlatni qaysi taraflama rivojlanishini belgilab beradi. Siz ham o'zingizga strategiya qurib olishingiz kerak. O'zingizni qaysi taraflama rivojlanishingizni bilib olishingiz kerak. Ko'pchilik abituriyent o'zini hamma tarafga uradi, 5 barmog'ini og'ziga soladi va tiqilib o'ladi. Hech bittasiga ulgurmaydi, hech narsa qila olmaydi. Bu narsa juda ham noto'g'ri narsa. Siz o'zingizga avvalambor strategiya qo'yishingiz kerak. 5 daf'a bittadan emas, yo'q. 4 daf'a ham bittadan emas, yo'q, qiynalib qolasiz. Уже buyog'iga-ku вообще ulgurmaysiz. O'zingizga strategiya qurib oling. Masalan,
4 oy vaqt qoldi deylik, 3 oy vaqt qoldi deylik. Sizda qaysidir sertifikat bordir, sizda qaysidir sertifikati yo'qdir. Demak, sertifikati bor fanlaringizni olib qo'yishingiz kerak edi, sertifikati yo'q fanlaringizga e'tibor qaratib, hammasini bittada emas, o'zingizni kuchli taraflaringizdagilarni birinchi olishingiz kerak. Bilasiz, bizda SWOT analizi bor. Ya'ni o'zimizni kuchsiz va kuchli taraflarimizni analiz qilamiz. Masalan, siz tarixdan yaxshisiz, matematikadan tupoysiz. Tan oling buni. Matematikaga kursga borib matematikani nima qilib olaman demang. Chunki vaqt kam. Agarda sizda 1 yil, 2 yil vaqt bo'lsa, bilaman 8-9lar ham ko'radi. Kuchsiz taraflaringizga e'tibor bering. To'g'ri. Kuchliga ham, kuchsizga ham. Lekin vaqtingiz kam qolgan bo'lsa, hozir ham kuchliga, ham kuchsizga, ham tarix, ham matematika o'qiydigan bo'lsangiz, ikkalasidan ham hech narsaga erisha olmaysiz. O'sha uchun ham strategiya qurib oling o'zingiz uchun va strategiya bo'yicha, yo'l bo'yicha keting. Masalan, milliy sertifikat chiqadi sentyabr oyida. Milliy sertifikatgacha siz nimalarni o'qishingiz kerak, qaysi kitobdan o'qishingiz kerak, shunaqa qilib strategiya qurib olishingiz shart bo'ladi. Shunda natijaga erisha olasiz. Va BMBda ham shunaqa. Uchinchisi, bu tizimsiz tayyorlanishning eng asosiy narsasi bu vaqtga e'tibor bermaslik. Do'stlar, bilaman siz kechqurun yoki men bu ertalab inakda o'ylaysiz. Vaqtim kam qoldi, ulgurmayapman deb. Lekin bu narsani miya o'ylagani bilan siz u narsani singdirmaysiz hayotingizga. Vaqtingiz kam qoldi emas, vaqt qolmadi. Bo'ldi. O'sha buyog'iga ana unaqa bahona, kontur, Instagram, yigit, qiz, hayot, to'y yo'q. Bittasiga 5 minut kirib chiqasiz-ku, bo'ldi. Siz uxladingiz degan. Ha, men 1 oyda ham talaba qilganman abituriyentlarni. 1 oyda ham talaba bo'lgan abituriyent, noldan, hech qanaqa nimasiz, ana unaqa oldin tayyorlanmagan, o'qimagan odamni 1 oyda talaba qilganman. Lekin 1 oyda uni o'qigan soati odamlar yilda o'qiydigan soatiga teng bo'lgan. Ya'ni kuniga 24 soat bo'lsa 18 soat huquq o'qigan. Tushunyapsizmi? Ingliz tili sertifikati bo'lgan. Va boshqa fanlari ham mana unaqa o'zi tupoy bola bo'lmaganda 18 soat o'qiganligi uchun 1 oyda natija qilgan. Lekin siz kuniga 2 soat dars qilayotgan bo'lsangiz, u bir kunda 18 soat dars qilyapti. Siz kuniga 2 soat. Demak, u bir kunda qiladigan darsni siz 9 kunda dars qilasiz. 9 kun bo'ladi. Uni 1 kunlik darsi sizni 9 kunlik darsingizga teng bo'ladi. Umumiy o'zlashtirishingizga teng bo'ladi. Endi uni 5 kunlik darsi sizni примерно 1 oylik darsingizga, 1 oylik dars qilishingizga teng bo'ladi. O'sha uchun vaqtga juda e'tiborli bo'linglar. Kuniga qancha ko'p vaqtni huquqda sarflasanglar, shuncha sizga yaxshi. Va hozir hamma narsani yig'ishtirish kerak. Bolalar, hazillashib emas, unaqasini qo'rqitish uchun emas. Bu dars sizga Allohdan bir ana unaqa eshit degan dars bo'lsin. Bu narsani eshit bolam degan narsa bo'lsa, vaqtinglar kam qoldi. Qolmadi. Bu yerga endi haqiqiy o'qiganlar kiradi. Noldan boshlab o'qiganlar kira oladimi? Kira oladi. Tayyorlanib yurganlar kira oladimi? Kira oladi. 4 ta sertifikati borlar yiqila oladimi? Yiqiladi. Agar mana shu asosiy narsa vaqtga e'tibor bermasa, chunki hal qiluvchi narsa bu vaqt bo'ladi. Reja. Siz reja bo'yicha ishlamasangiz, umuman bir tiyin. Hamma spetsifikatsiya, strategiya, vaqt. Ya'ni siz kunlik reja qo'yishingiz kerak. Bugun 8-sinfdan 10 ta mavzu o'qiyman, keyin qonunchilikdan bitta qonun tugataman degan sizni 3 oylik har kunlik rejangiz bo'lishi kerak, yozilgan. U rejani qanaqa tuzishingiz kerak? Siz 2 oyda hammasini tugatishingiz kerak. 1 oy faqat paftorga bo'lishi kerak. Reja qilmasangiz bir tiyin foydasi yo'q. Ikkinchi muammo bu qonunchilik muammosi. Juda ham ko'pchilik abituriyentlar qiynayotgan va yechimini ko'pchilik bila olmayotgan. Hozir bilib olasiz. Qonunchilikni tupay yodlash bu ahmoqlik. Qonunlarni yodlamaysiz. Bolalar, qonunlarni bilasizlarmi? Даже yuristlar yodlay olmaydi. Даже unaqa o'zi yozgan odamlar yodlay olmaydi. Qonunlarni yodlab bo'lmaydi. Qonunlarni tushunish kerak va analiz qilish kerak. Qonunni rejali yodlash kerak. Qanaqa? Masalan, O'zbekiston Respublikasi fuqarolik to'g'risidagi qonun deylik. Uning ichida nechta modda bor? Keyin uni hammasini yodlaydigan odamlar ham bor. Qanday? Bitta qonunni yodlash uchun necha yil umringiz ketadi va u yodishdan chiqib ketadi. Qaysi biringizni 5-sinfda yodlagan she'ringiz esingizda? Yoki qaysi biringizni
9-sinfda yodlagan she'ringiz esingizda. Bundan tashqari sizga hozir she'rni bir anaqa doston yodladigan narsa bo'lyapti. Yodlamang. Umuman foydasi yo'q yodlaganingizni. Analiz qilish kerak. Ha, bilaman, yodlanadigan ichida joylar bor. Masalan, 2 yil, 3 yil, yillar, sanalar, faktlarni yodlash kerak. Uni yodlashni analiz qilib yodlash kerak. Masalan, ha, bu narsa 2 yilda ko'rilar ekan. Demak, men hozir 2026-yilda bo'lsam, 2028da ko'rib chiqilar ekan deb anaqa analiz qilib, hayotga bog'lab yodlash kerak faktlarini. Lekin hamma joyini yodlanmaydi. Qonunchilik o'zi eng oson narsa. Men hamisha aytaman. Sen huquqni o'zini asosiy negizini tushunsang, qonunchilik vashsha oson narsa. Nimasiga qiynalasan deyman. Va o'quvchilarim ham o'qishga kirganlari o'qib, o'sha qonunlarni tugatganlaridan keyin ko'p aytishgan, ustoz to'ppa-to'g'ri aytibsiz. Qonun qaytanga oson ekan kitobdan deb. Chunki bu hayotimizni boshqarayotgan, tartibga solayotgan moddalar. Shu hayotimizni tartibga solayotgan narsalarni prosta tushunib olishimiz kerak. Masalan, ko'pchilik biladi-ku, to'g'rimi? 18 yoshdan pravo olish mumkinligini. Bu ham shu bilan bir xil. Hayotga tatbiq qilish kerak qonunlarni. Shunda uni tushunib olasiz, bo'ldi, yodingizdan chiqmaydi. Endi qonunlar bo'yicha mavzu testni yechmaslik. Ko'pchilik abituriyent xato qiladi. Qonunni tugatadi deb test yechmaydi. Axir, baraka topkur, BMBda tushish ehtimoli bor testni. O'tgan mavzuing bo'yicha yechmasang nima foydasi bor uni o'qiganingni? Yoddan chiqib ketadi. Eng zo'r usul o'qish, yodlash, tushunish. Yodlash deganda hamma joyini emas, faktlarni. O'qish, yodlash, tushunish va u bo'yicha ertasi kuni test yechish. Shu kuni emas, ertasi kuni. Testni keyin analiz qilish, o'sha xatolar bor joyini boshqatdan o'qib chiqish va ishoning, shu qonun o'lsangiz ham esingizdan chiqmaydi. Va boshidan oxirigacha moddama-modda yodlash. Bu narsani aytib o'tdim, ahmoqlikni eng cho'qqisi. Agar shu narsani qilayotgan bo'lsangiz, tabriklayman, siz o'qishdan yiqilishga yaqinlashyapsiz. Bunaqa yodlamanglar, bolalar. Moddama-modda yodlamanglar. Faqatgina spetsifikatsiya, kitob bilan bog'lab yodlasanglar, kitob bilan tushadigan joylarni belgilab yodlasanglar bo'ladi. Iloji boricha yaxshiroq kurs sotib olinglar. Men kursimni sotib olinglar demoqchi emasman. Yaxshiroq kurs sotib olinglar, chunki yaxshi kurslarda shu spetsifikatsiya beradi. Endi kerakli joylarni yodlashinglar kerak bo'ladi. Men kursimni sotib olsanglar ham bo'ladi. Ha, test yodlash trendga chiqqan xato hisoblanadi. Ya'ni testlarni yodlash bu juda noto'g'ri, do'stlar. Testni yodlab bo'lmaydi. Test yodlash bu ana unaqa. Pravaga kimdir topshirmoqchi bo'lsa, kirib chiqqan bo'lsa, pravaga kirayotganingizda yodlashsangiz, u savol aylanib kelsa, yecha olmaysiz u savolni qaytadan. Pravadagi savolni. Endi siz huquqni o'ylang. Testni yodlamaymiz hech qachon. Testni tushunamiz, analiz qilamiz. Ertaga siz yodlagan testingiz, masalan, o'tgan yil tushgan testni yodlasangiz ham, u tushmaydi hech qachon unaqa qilib. Aylantirib tashlashi mumkin. Masalan, javobni savol qiladi, savolni javob qiladi. Lekin uni siz tupa yodlagan bo'lsangiz, uni yecha olmaysiz. Test yodlamaymiz. Testni qanaqa qilib nima qilamiz? O'rganamiz. Qaranglar. Test yechish ko'nikmasi bor. Bu haqida отдельный video qilib beraman YouTube'ga. Agarda zo'r izohlarni yozsanglar, test yechish ko'nikmasida o'zi testni nimasi bor? 50% test yechish ko'nikmasini bilsangiz, bo'ldi, sizga bilim kerak emas o'zi. 50% bilan yechib tashlaysiz. Qaranglar. Testni qanaqa qilish kerak? Yaxshilab o'qish kerak. Tushunish kerak, analiz qilish kerak. Bo'ldi. Xato qilasiz, hamma xato qiladi. Xatolarga xursand bo'ling. BMBdan oldin qilingan xato bu ertaga BMBda qilinmasligi mumkin bo'lgan bitta to'g'ri javob. Shuni o'zingizlarga tushuntiringlar. Yana bir marta aytaman. BMBdan oldin qilingan testdagi xato bu BMB paytida qilinadigan to'g'ri javob. Nimaga? BMBdan oldin xato qildingizmi? O'sha xatoni siz analiz qiling, bo'ldi. O'sha xato hech qachon yodingizdan chiqmaydi. Odamlar xatolardan o'rganadi. Bilsanglar, biznesda ham ko'pchilik biznesmenlar aytadi, "Men ko'p nolga tushganman, bankrot bo'lganman." Vot o'sha bankrot bo'lganidan boyib ketgan. Chunki xatoni orqasidan o'sha xatoni qilmaslikni o'rganadi, rivojlanadi. Sizga ham men ko'proq xato qilishni tilab qolaman BMBgacha. Chunki BMBda ertaga u xatolarni xudo xolasa qilmaysiz. Faqat analiz qilsangiz. Demak, test yodlamaymiz, testni analiz qilamiz.
Keyingisi bu so'nggi 3 oyga ishonish. Bilaman, hammanglar shunaqa qilyapsizlar. Vaqtim bor, hali 3 oy bor, 90 kun bor. Balo, hech qanaqa hech narsangiz yo'q. 3 oyni qaranglar, bu 3 oy sizga o'zi dushman. Nimaga? Bir oy depressiya bilan o'tadi, bir oy hayajon bilan o'tadi, bir oy qo'rquv bilan o'tadi. Shu bilan cute bo'ladi. Qaranglar, sizga maslahatim, buni yechimi, vaqtni faqat reja qilsanglar, depressiya bo'lmaydi. Ya'ni nima o'qiyotganlaringizni bilsanglar. Masalan, 2 oyga reja qilib qo'ydinglar-yu, boya yuqorida aytdik. Masalan, 4 ta kitob, 35 ta qonunchilikni siz tugatasiz уже. Bo'ldi, siz vaqtga, depressiyaga tushmaysiz shunda. Men reja bilan ketyapman, menda hammasi to'g'ri ketyapti degan narsa bilan bo'ladi. Va oxirgi 3 oyga bolalar ishonmanglar, aniq oxirgi oylar umuman tez o'tib ketadi, lekin sizni o'qishga kirgizadigan oy ham shu. Oxirida o'qigan kiradi. Boshida emas, o'rtasida emas, oxirida o'qigan kiradi. Oxirida mas'uliyatni his qila olgan, qo'rquvni, hayajonni, depressiyani yo'qota olgan odam o'qishga kiradi. O'sha uchun hammasini yo'qotinglar-da, fokusni o'qishga qaratinglar. Eng qiziqarlilardan biri raqobatni past baholash. O'ylashinglar mumkin, kirib ketaman, mana guruhda eng zo'rimanu, abituriyentlar ichida eng zo'rimanu, o'quv markazida birinchi o'rinni olyapman-ku degan narsalar bo'lishi mumkin. Lekin bilasizmi, siz bitta o'quv markazida o'qiyotganingizda boshqa minglab o'quv markazlarida millionlab odamlar o'qiyapti. Boshqa millionlab sizdan aqlliroq odamlar bor. Qishloqlarda molni tagini tozalab o'qiyotganlar bor. Qishloqlarda yoki shaharlarda prokurorni, sudyani, advokatni bolalari bor, 4-5 yillab tayyorlanayotgan. Ular ana unaqa tug'ilishi bilan hayotiga huq kirib kelgan insonlar bor. Raqobat juda ham bu yil kuchli bo'ladi. Juda ham. Hozir yana majburiy fanda ham to'xtalib o'tganimda tushuntiraman. Bu yil o'qishga kirish-kirmasligingizni, eng keyingi yil ayniqsa 2027-yu вообще chidab bo'lmaydigan bo'ladi, chunki milliy sertifikat chiqadi, 185 bo'lib ketadi kirish balli. Men sizga prognoz qilyapman, Feruza opa aytgandi deysizlar. Bundan tashqari o'qishdan yiqilganlar bor, tayyorlanayotgan. Juda e'tiborli bo'linglar bolalar. Yiliga 40 mingtadan 40 tadan debman. 40 mingtadan ochiq abituriyent topshiradi va ulardan 2 mingtasi o'qishga kiradi. 38 mingta his qilinglar, 38 ming. 38 ming. Meni o'quv markazimda 1,5 mingta o'qiyapti. Endi shuni 38 mingga o'ylab ko'ringlar. Juda kuchli son. Va 3-4 talab sertifikatga ega abituriyentlar tiqilib yotibdi. Bundan tashqari 3-4 yillab tayyorlanayotgan odamlar ham tiqilib yotibdi. Yana bitta xato bu repetitorga to'liq ishonib qolish. Ya'ni, ustozim bor-ku hal qiladi. Ustozingiz даже huquqni o'qimagan bo'lishlari mumkin. Ya'ni tarixshunos majbur oilasini boqish uchun huquq o'tayotgan bo'lishlari mumkin. Tarixchi ustozlarni yerga urmoqchi emasman. Men o'zim hurmat qilaman tarixchi ustozlarni. Men o'zim tarix o'qib kirganman. Lekin tarixshunos huquqda qiynaladi. Tarixshunos qonunchilikda qiynaladi. Juda ham qiynaladi. Mana bitta hozir menda ishchilar bor. Bir ikkitasi viloyatdan tarixchi ustozlardan kelganda, Feruza opa dedi, guruhda dedi 60 kishi edik dedi. 3 kishi kirdi o'qishga dedi. 60 kishidan 3 kishi. Tushunyapsizmi? Viloyatlarda endi hamma joyda demoqchi emasman, zo'r ustozlar ham bor, lekin shunaqa darajada ahvol og'ir. 60 tadan 3 kishi. Bu juda og'ir. Demak, xato ko'pchilik bitta ustoz yetadi deb o'ylaydi, bitta ustoziga ishonib qoladi, ayniqsa viloyatlarda ustozim bor-ku, natija qilgan-ku deydi, ustozi ham boshqa birovlarning natijasini kanalga mazza qilib tashlaydi va oqibatda yiqiladi. Kiradigan bo'ladi, 3 ta omadi bor. Ikkinchisi, shu ustoz bu huquqshunos ustoz deb o'ylashadi. Hamma ustoz ham huquqshunos ustoz emas. O'zingizlarga huquqshunos oliy ma'lumotli iloji boricha huquqni biladigan ustoz topib olinglar. Bo'lsa qiynalasizlar. O'zinglar ustozinglardan kechinglar demoqchi emasman, prosta huquqshunos ustoz ham qo'yinglar. Ikkita ustoz tayyorlanganlaring yaxshi. Sertifikat olmoqchi bo'lsanglar, 2026-27 da o'quvchi talaba bo'lmoqchi bo'lsanglar. Keyingi muammo bu mas'uliyat. Mas'uliyatni his qilmaslik. Ota-onani shuncha pulini sarflayotgani, 150 kun qolganini va imkoniyat yetarlimi yo'qmi, vaqt nimaga ketyaptini tushunmayotgan odamlar, mas'uliyatni his qilmayotgan odamlar. Kompyuterxonada, telefonda o'tirgan odamlar bular yer bilan teng odamlar men uchun. Kirolmaydi o'qishga. Chunki ota-onasini mas'uliyatini his qilmayapti. Baraka topkur. Ota-onangiz siz uchun. Siz uchun o'zini nimasidandir kechyapti hozir. Oyingizni mazasi yo'q.
oyisini qoni kamdir, dadangizning mazasi yo'qdir, lekin qaysidir dorini o'rniga shu 500 mingni, 600 mingni sizni kursingizga sarflayapti. Sarflab kelmoqda yillar davomida. Oxiri qoldi. O'qing shuni endi. Iltimos sizdan. Mas'uliyatni his qiling bolalar. O'zingizlarga bog'liq. Menga ham emas, ota-onangizga ham emas, ustozingizga ham emas, o'zingiz javobgarsiz hayotingiz uchun. O'qish kerak bu yo'lga. Ozgina vaqt qoldi. Sertifikatga, milliy sertifikatga 6 oy vaqt qoldi. Bu yoq tarafda imtihonga 4 oy vaqt qoldi. Hech narsa emas degan narsa bu. Mas'uliyatni vaqtida his qilish kerak, harakat qilish kerak. Hali kech emas. Asosiysi hammasini to'g'rilasa bo'ladi. Xo'p, mas'uliyatni juda ham qattiq his qilishingiz kerak va siz ertaga o'qishga kirsangiz, dadangiz, oyingiz, mani bolam talaba bo'ldi deb hammani oldida g'ururlanib, faxrlanib yurishadi. Ayniqsa anaqa sizni ko'ra olmaydigan qo'shnilar, xolalar, ammalar. Короче, hamma dadangizdan, oyingizdan so'raydi. Nima bo'ldi? Ololdimi, kirdimi deb. O'sha payti mani bolam yuridicheskida o'qiydi degan narsa anaqa etni jimbirdatib yuboradi. O'sha uchun shu narsa uchun harakat qiling. Agarda ota-onangiz uchun o'qishga kira olmasangiz, sharmanda. Bitta abituriyent bo'lib, bitta bola bo'lib, bitta qiz bo'lib, bittagina osongina universitetga kira olmasangiz, uyat. Siz farzand sifatida ota-onangizning yuzini yorug' qilishga majbursiz. Xo'p, keyingisi bu majburiy fanlar 1 ball beradi. Nimani ham hal qilardi? Menga hozir huquq degan odamlar. Baloni yeps. Hozir unaqa emas. Oldin shunaqa edi, chunki milliy sertifikati yo'q edi, majburiy fanlar unchalik hal qilmasdi, hammada muammo bor edi bu narsa bilan. Lekin baxtingizga, sizlarning baxtingizga majburiy fanlardan sertifikatlar chiqib ketdi va hozir hal qiladigan narsa, majburiy fan emas, nimaga bilasizlar? Majburiy fan bazaviy minimum bo'lib qoldi. Ya'ni majburiy fandan sertifikati bolalar kiradi, u aniq. Ingliz tili bilan sertifikati bolalar kiradi, bu aniq. Huquq hal qiladi. Tushunyapsiz, a? Mana shu 1 ball beradigan fandan 33 ball yig'ib qo'yganlarda, ingliz tilidan sertifikati borlarda o'qishga kirish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Huquqi hal qiladi. Lekin sertifikatim yo'q, huquqda 30 tadan 30 ta yechaman deydiganlar, huquqda 30 tadan 30 ta yechsam, sertifikatingiz yo'q bo'lsa, siz u raqobatga kira olmaysiz. Chunki sertifikati bor abituriyentlar juda ham ko'payib ketdi. Sertifikati bor abituriyent, уже 4 talab sertifikat qo'yib qo'ygan o'quvchilar fevralda ham bor edi bizda. Tushunyapsiz, a? Уже huquqini ular 30 tadan 30 ta qilishga harakat qilyapti. Endi 4 ta sertifikat yig'ib qo'ygan abituriyentlar ham agarda to'g'ri strategiya qilmasangiz, o'qimasangiz, noto'g'ri yo'ldan ketsangiz, kira olmaysiz. 4 ta sertifikati borlar ham, sertifikati yo'qlar ham o'qishi shart. Demak, majburiy fan juda ham asosiy, ko'p narsani hal qiladi va huquq bilan ikkalasi bu yil o'qishga kira olmaslikni hal qiladi. Ingliz tilini gapirmayman, chunki ingliz tili bo'lmasa, yuridikaga topshirmay qo'yavering. Ingliz tili deganda turk tili, koreys tili, yapon tili, shu til. Chet tilidan sertifikatingiz bo'lmasa, yuridikani o'ylamang, topshirmang. Yosh bo'lsangiz tayyorlanib oling, lekin vaqtingiz kam qolgan bo'lsa, og'ir. Kelajagingiz ana bunaqa. Xo'p, 189 ball olish strategiyasi, qaranglar. Bu omad emas. Birinchi narsani tushunib olishingiz kerak. 189 olish bu omaddan emas. Bu kuchli, tizimli, strategiyali tayyorlanishdan. Ikkinchisi, 189 ball oladiganlar uxlashmaydi. Uxlaydigan abituriyent bu o'qishga kira oladigan abituriyent emas. Men uxlamaydi deganda o'zi 8 soatlik uyquni nazarda tutmayapman. 15-14 soat uxlash bu sizni 189 ola olmasligingizni kafolati. 8 soat eng normal, eng ko'p uyqu siz uchun hozir. 6 soat uxlasangiz ham o'lib qolmaysiz 3 oygina. Siz hozir fokusni o'qishga qarashingiz kerak, uxlamasligingiz kerak. Ota-onasini tushunmayotgan, ota-onasini mas'uliyatini, ota-onasini o'ylamayotgan, kompyuter xonada o'tkazayotgan, ozgina bo'lsa ham 5 minut Instagramga kiray deyotganlar ham 189 ola olmaydi va bu yil juda kuchli raqobat bo'ladi. 30 balli katta ehtimol bilan 180 ga ko'tariladi. Toshkent davlat yuridik universitetining o'zida. Bu 189 ball olish strategiyasini keyingi videoda yanada batafsil tushuntiraman, chunki videomiz vaqti juda ham ko'p bo'lib ketibdi. Keyingi videoni ham YouTube'da ko'rib olsanglar bo'ladi. Hammanglarga kattakon rahmat, do'stlar. Men sizlarga tilaydigan narsam bu Toshkent davlat yuridik universiteti huquqni muhofaza qilish akademiyasi va diplomatiyaga grant bilan kirish va bu narsa imkoniyati bor. Men shunaqa natijalarni chiqargan inson sifatida, men shu hozir yuqorida aytdim-ku, men
87 ta grant, 483 ta talaba yuridik mavzuga 38 ta, 30 tadan 30 ta huquq chiqargan ustoz sifatida shuni aytamanki, mana shu xatolarni qilmang, siz yuridik universitetida talaba bo'lasiz. Hammaga rahmat.